Nebulizer qachon kerak? Bugun batafsil bilib olasiz. Nebulizer qo'llashdan maqsad dori vositasini to'g'ri nafas yo'llariga, ya'ni aynan muammoli hududga yuborish. Bunda kasallik o'chog'ida preparat yetarli miqdorda bo'lishi ta'minlanadi va bir vaqtda nojo'ya ta'sirlari juda kam bo'ladi, chunki dori qonga ko'p ham so'rilmaydi. Qaysi kasalliklarda bu ingalyator qo'llanadi? Ko'p uchraydigani bu bolalarda shamollash fonida bronxial obstruksiya bo'lishi. Bunda salbutamol va vaziyatga qarab gormon ingalyatsiya tavsiya etiladi. Keyingisi bu laringit. Laringit nafas bo'g'ilishi bilan kechganda tez so'riladigan gormonal preparatlar nafasni ochadi. Bronxial astma xurujida salbutamol va gormon ingalyatsiya qilinadi. Ayniqsa og'ir xurujlarda nebulizer foydali, chunki bemor nafasini boshqara olmaydi. Kattalarda esa surunkali o'pka obstruktiv kasalligi va yana mana bu holatlarda nebulizer qo'llash o'rinli yoki shart. Keyingi masala: qaysi turdagi nebulizerni tanlash kerak? Kompressor yoki ultratovushli? Ultratovushlilar ba'zi preparatlarni parchalab yuboradi, ba'zilarini esa parlantira olmaydi. Shu sababli kompressor turi universal hisoblanadi. Misol uchun Ulizer O'zbekistonda hamma viloyatlarda topiladi, narxi o'rtacha, past elektr kuchlanishida ham ishlaydi. Muhimi, ehtiyot qismlarini bemalol topa olasiz. Yana bir narsa, bolalar shovqindan qo'rqishadi. Shu sababli mana bunday Ulizer Air Plus'ga o'xshagan modellar ma'qul. Chunki tez ishlaydi va tovushi pastroq. Endi qachon nebulizer kerakligini tushunib oldingizmi?